500 ga yaqin yangi kitob, adabiyotlar olib kelib berildi. Bu yerdan ham prezidentimizni kitobxonlik bo'yicha yosh kitobxon tanlovidan Sarchashmani yoshlari ham prezident sovrini olishga haqqi bormi? Senga o'xshagan farzandlarim 3-Renessans poydevori. O'qinglar, intilinglar. Marra sizlardiki, kelajak sizlardiki. Bilasizlarmi, u balandparvoz gaplar emas, 10 marta qaytarishga charchamayman. 10 yil o'tadi, 20 yil o'tadi. Baribir Ulug'bek paydo bo'ladi. Beruniy paydo bo'ladi, Xorazmiy paydo bo'ladi. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Sarchashma qishlog'ida ixcham va yangi kutubxona ochildi. Biz Sarchashma yoshlari bu kutubxona ochilgandan juda ham xursandmiz. Chunki oldin hamma istagan kitoblarimni olib o'qiy olmas edim. Maktab kitobxonasidan topmas edim. Mana bugun bu yerda barcha zamonaviy kitoblar mavjudligi uchun biz juda ham xursandmiz. Shu sababdan men o'zimning nomimdan, barcha tengdoshlarim va qishloqdoshlar nomidan hurmatli prezidentimizga rahmat deb qolaman. Qattiq chekkaga Xudoga qilaydi. Sizlarga ham rahmat. Tursa yuz balo tushar bevafoga. Kesunaga yuzimni ursam baloga. Kesunaga yuzimni ursam baloga. Sarchashma qishlog'iga yangi kutubxona ochildi. Bu ma'rifiy, madaniy majaya hammasiga katta e'tibor. Men shunday o'ylayman va aytamanki, bu hammasi chetga bo'lgan qishloqlarga shunday e'tibor uchun prezidentimizga katta minnatdorchilik o'zim nomimdan va xalq nomidan katta minnatdorchilik izhor etaman. Yana men shunday orzu qilaman, aytamanki, kelajakda yana yoshlarimiz uchun ko'p e'tiborlar bo'lsin, chetga qolgan qishloqlarga e'tibor shunday bo'lsinki, yosh bolalar ham kelajakda O'zbekistonning kelajagi yoshlar ana shu kelajakda shu yoshlar yana bilim olsin, o'qisin. Ya'ni madaniy, ma'rifiy, hamma ma'naviyatga tayyor bo'lib turishini men so'rayman.